So'z go'xariga erur oncha sharaf, kim bo'la olmas anga gavhar sadaf. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, qadrli kitobxon do'stlar. Efirda mutolaa ko'rsatuvi. Aziz teletomoshabinlar, biz bugungi ko'rsatuvimiz orqali buyuk mutafakkir, shoir, davlat va jamoat arbobi, turkiy til asoschisi Alisher Navoiy ijodi haqida so'z yuritamiz. Aynan uning xamsa asari ichidan o'rin olgan Farhod va Shirin dostoni haqida so'zlashamiz. Suhbatdoshlarimiz filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Odiljon Avaznazarov hamda mustaqil tadqiqotchi Aziza Qarshiyevalar bo'lishadi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Adabiyot ixlosmandlari bilishadiki, aynan xamsa asarini boshqa bir mutafakkirlar ham, boshqa bir adiblar ham yozishga bir necha bor harakat qilib ko'rishganda, keling endi aynan mana shu asarning yaratilish tarixi haqida dastlab to'xtalib o'tsak. Navoiygacha bo'lgan ijodkorlar va keyinchalik Navoiyning ijodida aynan Farhod va Shirin dostonining yaratilishini. Demak, bu Farhod va Shirin dostoni albatta juda kuchli bir an'anaga tayangan va bu yo'nalishda asar yozish an'anasi dastlab Firdavsiyning Shohnomasidan boshlanganligi aytiladi. Va mana shu Shohnomadan keyin ikkinchi marotaba Nizomiy Ganjaviy, demak Mag'zanul Asror degan o'sha dostonlar to'plamida Panjganjam deb aytamiz, Panjganj. Mana shunda Xisrav va Shirin nomli mustaqil asar kiritadilar. Mana shu bilan endi an'ana tusiga aylanadi bu yo'nalishda ijod qilish. Endi bu an'anani keyinchalik Xusrav Dehlaviy davom ettiradilar va demak mana shu fors tojik tilida yaratilgan xamsalarning barchasida mana shu qat'iy bir mezonga aylanib qoladiki, 5 ta asardan bittasi albatta shu mavzuga bag'ishlanishi kerak degan. Endi Hazrat Alisher Navoiyning Farhod va Shirini boshqalaridan nimasi bilan farq qiladi desa, bunga umuman turkiy dunyoqarash nuqtai nazaridan javob berishga to'g'ri keladi. Ya'niki eng birinchi o'rinda turk tilida yaratilganligi bilan biz uchun juda ham qimmatli. Chunki Navoiygacha hech kim va Navoiydan keyin ham hech kim xamsa yarata olgan emas turk tilida. To'la ma'noda, tom ma'nodagi xamsa. Endi bitta asar, xamsa tarkibidagi ikkita asarni yozganlar bo'lgan, lekin 5 ta asarni ham qamrab olgan turk tilidagi bir komil bir xamsa yaratish faqat Hazrat Navoiyni dahosiga nasib etgan. Endi Farhod va Shirinni ichida nafaqat mana shu o'zigacha bo'lgan salaflar bilan har jabhada bellashuvini, balki xamsa yozmagan ijodkorlar bilan ham bellashganligini Hazrat Navoiyni ko'rishimiz mumkin. Buni keling gapimiz asosli bo'lishi uchun bitta misol keltiray. Mana shu biz umuman adabiyot sevarmanlari, o'qirmanlari juda ham yaxshi bilishadi. Mashhur bir bayt bor, Hazrat Lutfiyga tegishli. Lutfiy endi Navoiyning ta'riflari bo'yicha o'z davrining Malikul Kalomi bo'lgan. Malikul Kalom degan bir nisba bor. Adabiyotda, ijod ahlida bu so'z mulkining podshohi degani. Malik bu podshoh, kalom so'z. Malikul Kalom so'z mulkining podshohi bo'ladi. Endi har bir davrni o'zini Malikul Kalomi bo'ladi. Masalan, Firdavsiyning davrida Firdavsiy Malikul Kalom edi. Nizomiy Ganjaviyning davrida Nizomiy so'z mulkining podshohi edi. Endi mana shu 15-asrning o'sha birinchi yarmida umuman Navoiylar chiqib kelgunlaricha Malikul Kalom rutbasi Lutfiyga tegishli edi. Buni Navoiy aytibdilar, so'z mulkining podshohi edi deb. Mana shu Farhod va Shirinda nafaqat xamsanavislar bilan, balki mana shu Lutfiyga o'xshagan o'z davrini, demak, so'z mulkini podsholari bilan bellashganlarini, ijodiy bir bahsga kirishganliklarini guvohi bo'lamiz. Misol uchun Lutfiyga tegishli o'sha mashhur bayt: "Ayoqingga tushar har lahza giysu, masaldur kim charoq tubi qorong'u." Ya'niki yorni ta'riflaganda, ey yor, sening sochlaring shu qadar uzunki,
oyog'ingga tushib turadi degan bir chiroyli bir badiiy tasvirni Lutfiy beryaptilar. Endi o'sha davr madaniyatiga ko'ra sochning uzunligi go'zallik timsoli sifatida qaralgan. Ikkinchi misrada aytyaptilar Lutfiy, masaldur kim charoq tubi qorong'u. Ya'niki shunday bir el ichida maqol bor, chiroqning tubi qorong'u bo'ladi. Nima uchun buni keltiryaptilar? Demak, chiroqning usti nur taratib turadi, yorug' bo'ladi. O'sha nur chiroqni tubiga tushmagani uchun chiroqning osti qorong'u bo'ladi. Bu bilan o'xshatish, tashbih qilyaptilarki, ey yor, sani sochlaring, qaro sochlaring shu darajada uzun va go'zalki, oyog'ingga tushib turibdi va shu bilan birga yuzlaring ham chiroq kabi nur taratib turibdi, nurli yuzlaring bor degan. Bu yerda ham yorning yuzini, jamolini, go'zalligiga bir zimdan ishorat bor, ham sochning uzunligi, qaroligiga bir ishorat bor. Mana shu chiroyli baytni endi bu demak juda ham mashhur bayt. Mana shu baytga bevosita Farhod va Shirinda bahsga kirishadilar Navoiy. Aytyaptilar mana Farhod va Shirinda, ayog'in o'pgali gar tushdigi suv, bo'lur doim charoq osti qorong'u. Ya'niki yorning sochlari shu darajada uzunki, u oyog'ini o'pmoq uchun poyiga tushib turibdi. Bo'lur doim charoq tubi qorong'u. Xuddiki chiroqning tubi qorong'u bo'lgani kabi. Endi mana shu baytni agar Lutfiyning baytlari bilan qiyoslaydigan bo'lsak, ham ma'no nuqtai nazaridan, o'sha balog'a nuqtai nazaridan, badiiy san'atlar nuqtai nazaridan, san'atkorlik nuqtai nazaridan barchasida Lutfiyga ergashib turib, undan o'tib ketganliklarini guvohi bo'lish mumkin. Masalan, Lutfiy aytyaptilarki, oyog'iga tushar har lahza giysu. Navoiyda oyog'in o'pgali gar tushdi giysu. Demak, soch yorni oyog'iga tushib turibdi Lutfiyda shunchaki. Navoiyda nima sababdan tushganligi ham bor sochni. Ya'niki oyog'ini o'pgali gar tushdi giysu. Ya'ni sochi, yorning uzun qaro sochlari oyog'ini o'pmoq uchun poyiga tushib turibdi. Navoiy o'sha sochni shunchaki tushirmayapti-da yorning poyiga. Unga ham sabab keltiryapti, dalil ko'rsatyapti. Buni adabiy determinizm deydi, nazariy nuqtai nazardan. O'sha sabab oqibat dialekti Lutfiyda yo'q, Navoiyda bor. Bu demak Navoiy ham an'anaga ergashganligi, ham o'zi yangilik qilganligi, o'sha novatorlik qilganligini ko'rsatadigan birgina misol bo'ladi. Endi mana bu demak o'sha ijodiy bellashuvga kirganligini Navoiyni bittagina misoli va buni ham sanavislik nuqtai nazaridan ham keng planda solishtirash mumkin. To'g'ri aytdingiz. Haqiqatan Navoiy aynan badiiy uslubni ham yanada takomillashtirgan demoqchisiz. Albatta. Endi Farhod va Shirin dostonining umumiy mazmun mohiyati, sujetga kirsak, qahramonlar xarakterlari, qolaversa voqeliklar, undagi aks etgan ifodalar haqida marhamat. Alisher Navoiyning Farhod va Shirin dostoni 1484-yilda yozib tugallangan bo'lib, u asosan 54 bobdan iborat, 5782 baytni o'z ichiga oladi. Doston doimiy, ya'ni an'anaviy hamd bilan, Allohning hamdi bilan boshlanadi. Bunda Navoiy ma'nolar eshiklarining ochilishi, sening maqtoving bilan va ko'nglimga ularni zabt etishini nasib qil deb Allohga nisbatan hamd bilan boshlaydi. Ikkinchi hamdda esa shoir yozishga kirishayotgani Farhod va Shirin dostonining umumiy talqinlari, tavsifi haqida berib o'tadi. Alibek Rustamiyning Ma'nolar olamiga safar kitobida keltirilishicha, Navoiyning aynan Farhod va Shirin dostoni ishqiy sarguzasht ruhda bo'lib, ularda majoz va haqiqat, ramziylikni ulug'lash kabi hislatlar yoritilgan. Masalan, bunda aqlni Alibek Rustamiyning ta'kidlashicha, aqlni o'sha Chin Xoqonining vaziri Mulkoroga va Chin Xoqonning vaziri Mulkoroga va donishmand Suqrotga qiyoslaydi. Tunni esa Xusrav Parvizga,
Farhodni esa o'sha foniylikka, qazo darajasiga ko'taradi. Ajalni esa Xusravning o'g'li Sheruyaga qiyoslaydi. Asarni syujetini oladigan bo'lsak, asar boshlanishida Chin Xoqonning farzandsizligi bilan boshlanadi. Keyinchalik o'sha Farhodning tug'ilishlari bilan davom etadi. Bunda Chin Xoqoni ism qo'yish jarayonida Farhod so'ziga himmatdan H harfini, masalan, donishmandlikdan D ni olib qo'yadi. Farhod va Shirinda Farhod obrazi kamolotga yetishish darajasida u tug'ilganidanoq tasavvufiy bir irfoniy ramzlar bilan, ya'ni yuzida sevgi, muhabbat aks etgan holatda tug'ilishi va undan so'ng Chin Xoqonining Farhodni kamolotga yetishida uni ta'limotga yo'naltirgan, ya'ni o'sha tosh yo'nish, hunarmandchilik bilan bog'liq hunarlarni berganligi bu o'rinlarda Farhodning komillik darajasiga yetishidagi ilk qadamlar hisoblanadi. Endi albatta Hazrat Navoiy bu asarni har bitta detaliga juda ham jiddiy yondashganlar, ma'no yuklaganlar. Va umuman Xamsa bir butun bir asar ekanligini mana shu asarning boshlanishida ko'rishimiz mumkin. Xamsa dostonlar turkumining ilk dostoni Hayratul Abror basmala bilan boshlangan bo'lsa, bu Farhod va Shirin ilk bobi hamd bilan boshlanadi. Buni ilk baytdayoq ko'ramiz. Bihamdik fathu abvobil maoni, nasib et ko'nglima fath etmak oni deb boshlayaptilar Navoiy. Bu demak o'sha butun boshli Xamsa bitta asar ekanligini ko'rsatadi, bir-biriga bog'liq bo'lgan. Endi yuqorida aytganimizdek, har bitta detalga ma'no yuklaganlar dedik. Buni qayerdan ko'ramiz? Mana Farhod demak aytganlaridek 5 yosh, 7 yoshdan boshlab ta'limni, tarbiyani olib boshladi va 14 yoshga borib bir barkamol inson sifatida shakllanib bo'ldi. U masalan tosh yo'nishni, naqsh solishni, uy qurishni, binokorlikni, naqqoshlikni, umuman hunarni, harbiy ilmlarni, o'qishni, yozishni, diniy dunyoviy barcha ilmlarni 14 yoshgacha egallab bo'ldi. Mana shu kasb hunar o'rganishiga juda ham jiddiy e'tibor qaratiladi Chin Xoqoni tomonidan va bu ham al-kosibu habibulloh, ya'ni kosib demak Allohning do'stidir degan hadisga tayanadi mana shu badiiy talqinlar. Va mana shunday qilib o'sha kasb hunar egallash, mana Naqshbandiylik ta'limotini asosiy ustuvor demak yo'nalishlaridan, g'oyalaridan biri bilasiz. Ya'niki Naqshbandiylikda dilbayoru dastbakor degan qoida bor. Demak, qo'l doim ishda bo'lishi kerak, kasb hunarda bo'lishi kerak degan demak g'oyani bu yerda Navoiy singdirib ketyaptilar. Bu kichik lirik asarlaridagi ilgari surilgan g'oyalarning bir mantiqiy davomi deyish mumkin. Masalan, o'sha mashhur qit'ani bir eslaylik. Kamolet kasbkim olam uyidin, senga farz o'lmag'ay g'amnok chiqmoq. Jahondin notamom o'tmak beayni, eru hammomdin nopok chiqmoq. Demak, kasbni kamolga yetkazish kerak deb boshlayaptilar shu qit'ani. Demak, bu yerda ham Farhodni mana shu kasb hunar egallashiga juda jiddiy e'tibor qaratiladiki, bu bejizga emas. Yoki asarning Chin Xoqonining mana yuqorida aytildi farzandsizlik bilan boshlashi. Nima uchun shunday? Nimaga Chin Xoqoni bir necha yildan beri farzandsiz edi va bu yo'lda farzand ko'rish, bir o'ziga bir voris qoldirish niyati bilan Chin mamlakatining bir necha yillik xiroji, soliqlaridan voz kechdi. Haq taologa yalinib yolvordi, qancha ibodatlar bilan mashg'ul bo'ldi, yetim yesirlarga, umuman xalqqa g'amxo'rlik qildi, bu yo'nalishda qancha yaxshi amallarni qildi bir farzandli bo'lish uchun. Va mana shu bu bejizga emas. Buni tasavvufiy nuqtai nazardan mana bilasiz, Lisoni Tayr dostonida 7 ta vodiy bor. Talab vodiysi, ishq, ma'rifat, istig'no, tavhid, hayrat va faqru fano vodiysi. Mana shu yo'lga chiqqan yo'lovchi birinchi talab vodiysiga qadam qo'yadi va vodiylardan o'tib eng oxirida fano vodiysiga borganida u vodiydan o'tib, demak komil bir inson, bir barkamol shaxs bo'lib yetiladi. Mana shuni boshlanish nuqtasini ko'rish mumkin bu yerda.
ya'niki chin xoqoni va uning timsolida chin mamlakati. Chin degani bu haq, haqiqat, rost degan ma'nolar bilan ham bir demak so'z o'yini bor bu yerda. Mana shu mamlakat, chin mamlakati demak Farhod timsolidagi bir komil insonga talabgor edi. Bu o'sha talab maqomida ekanligini ko'rsatadi chin xoqoni va chin mamlakatini. Ikkinchi bir tomoni bor, ya'niki Farhodday bir komil inson paydo bo'lishi uchun bir o'sha ota ona ham pok va barkamol bo'lishi kerak. Chin xoqoni bir necha yil davomida u ibodatlar bilan, ehsonlar bilan, yaxshi amallar bilan o'zini pokladi. Pok vujuddan pok nasllar bunyod bo'ladi degan bu yerda Navoiyni bizga ta'kidlari bor. Demak, inson o'zidan bugungi kunda ham bir yaxshi bir nasl, yaxshi bir avlod qoldirishni niyat qilar ekan, bir komil insonni voyaga yetkazishni maqsad qilar ekan, avvalo o'zi poklanishi kerak. O'zi to'g'ri yo'lda yurishi kerak va o'zini vujudini poklashi kerak, ko'zini, so'zini poklashi kerak. Navoiy aytadilar, o'zi poku, so'zi poku, ko'zi pok deb aytadilar Farhodga nisbatan ta'rif berganda. Mana shu poklanish jarayoniga ishora bor asarni boshlanishidan deb buni mana shunday talqin qilishimiz ham mumkin. Endi demak mana shu tariqa o'sha Farhod voyaga yetib bordi. Misol 14 yoshga borganda hamma bilimlarni, kerakli ilmlarni o'rganib bo'ldi. Bu ham bugungi kunimiz bilan bog'lasak, biz o'sha bola tarbiyasi, yosh avlodlar tarbiyasida mana shu asosiy bilimni, ta'limni demak Navoiyning dunyoqarashi bo'yicha 14 yoshgacha berib shuni uddalashimiz kerak. 14 yoshgacha kerakli hamma bilimni egallab bo'ldi Farhod. Bu bejizga emas. Demak, bola tarbiyasi yo'nalishida Navoiyni bizga berayotgan bir demak ko'rsatmalari hisoblanadi. Mana shu tariqa demak har bir vaziyatdan o'zimizga kerakli xulosalarni olib boraverishimiz mumkin. Demoqchisizki, asar bundan bir necha asrlar avval yozilgan bo'lishiga qaramay, bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan. Aynan o'sha farzand tarbiyasida bu asarni o'qib chiqish qanchalik muhim ekanligini ko'rsatib bergan. Bu kitob har bir kitobxon uchun, balki ayniqsa mana shu ota-onalar uchun bir yaxshi bir qo'llanma hisoblanadi. Bu tomonidan ham qarashimiz kerak asarni. Fikrimizni davom ettirsak, aynan Alisher Navoiy Farhod obrazi orqali qanday komil inson timsolini yaratgan? O'zi asarning umumiy g'oyasi qanday? Keling shular haqida to'xtalib o'tsangiz. Bu asarni g'oyalarini ichida demak bir o'q ildizni tashkil qiladigan masala bu ishq masalasi, ishq g'oyasi hisoblanadi. Demak, Navoiyning dunyoqarashi bo'yicha komil inson bo'lishi uchun insonning fitratida ishq degan tuyg'u bo'lishi kerak. Va mana shu Farhod tug'ilganda ham ishq uzugi bilan nikohlanib tug'ilgan edi. O'sha ishq demak ishq uzugi uni barmog'iga taqilgan edi tug'ilganidayoq deb aytadilar Navoiy. Bu nima uchun? Sababi Navoiy o'sha devonlaridan, lirik devonlaridan birida bitta chiroyli gapni aytadilar. Ya'niki bu foniy dunyoni, ya'niki bu o'tkinchi dunyoni bir darsxonaga qiyoslasak, bir maktab deb bilsak, mana shu darsxonada kishi oladigan eng asosiy ta'lim ishqdir deb aytadilar. Ishq bu poklik timsolida. Demak, mana shu ishq mavzusi, ishq masalasi bu eng katta masala hisoblanar ekan va bu o'tkinchi dunyo maktabida biz o'rganadigan eng asosiy ilm ishq ilmi hisoblanar ekan. Nima uchun? Buni o'sha demak Mavlono Jaloliddin Rumiy aytadilarki, Masnaviy ma'naviy kitoblarida ishq usturlobi asrori xudo deydi. Ya'niki haqning sirlarini tomosha qiladigan usturlobdir, teleskopdir ishq deb aytayaptilar. Demak, bu olamdagi hamma sirlarni agar biz kuzatmoqchi bo'lsak, bizni ko'z o'ngimizda namoyon bo'lishini xohlasak, ana shu ishq usturlobi bilan dunyoga nazar tashlashimiz kerak ekan. Bu yerda Navoiyning fikrlari, o'sha Rumiyning fikrlari bilan
bir uyg'un kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham Farhod demak ishq uzugi bilan demak barmog'iga ishq uzugi taqilgan holatda dunyoga keldi va butun bir doston mana shu ishq mavzusiga qurildi. Farhod va Shirinni demak muhabbati birinchi planda turadi dostonda. Aha, to'g'ri, lekin biz bu yerda yana bir narsaga e'tibor qaratishimiz kerak ustoz. Ishq deganda aynan Navoiy faqat yorga nisbatan emas, umuman olganda haqqa, eng avvalo Allohga bo'lgan ishq, qolaversa ota-onaga, do'stlariga, atrofidagi uni qurshab turgan insonlarga ham ishq bilan, muhabbat bilan munosabatda bo'lish kerakligini aynan Farhodni obrazi orqali yoritib bergan. Albatta, ishq deganda Navoiy keng tushunadilar, ya'niki Navoiyning nazdida 3 xil ishq bor. Avom ishqi, xoslar ishqi va siddiqlar ishqi mavjud. Avom ishqi degani bir ommaning ishqi. Va ommaning ishqi bir kishini boshqa bir kishiga bir muhabbati va bu muhabbat ko'pincha nikoh bilan yakunlanadi va bu muhabbat haqida chuqur ta'riflashim ortiqcha deb bu mavzuga kirmayman deb aytadilar Navoiy. Navoiyning maqsadlari mana shu xoslar va siddiqlarning ishqini kuylash edi. Ya'niki bu avom ishqi oddiy ishq, majoziy ishq bilan boshlanadi. Xoslar, siddiqlar ishqi endi u majoziy ishq haqiqiy ishq darajasiga yuksalib ketgan ishq hisoblanadi. Demak, Farhodni Shiringa muhabbatini mana shu majoziy ishq bilan boshlangan muhabbatni haqiqiy ishq sari pog'ona yuksalib borishi sifatida tushunishimiz kerak bo'ladi. Navoiyning murod, maqsadi, muddaosi ham majoz tariqi bilan haqiqatni kuylamoq hisoblanadi. Demak, majoziy ishq haqiqiy ishq vodiysiga o'tish uchun bir ko'prikdir degan dunyoqarashga ega Navoiy. Shuning uchun majoziy ishq bo'lmay turib, ya'niki mana yaratqqa, xalqqa, yorga muhabbat bo'lmay turib, haqiqiy muhabbatga yuksalib bo'lmaydi. Demak, haqni sevish uchun uning yaratiqlarini ham sevish kerak degan g'oya borda bunda. Va bunda biz nimani ko'ramiz? Juda ham cheksiz gumanizmni, insonparvarlikni ko'rishimiz mumkin. Ya'niki qarang, xalqni sevmasdan turib, xalqqa muhabbat bo'lmay turib, haqqa muhabbat bo'lmaydi degan g'oya yotibdi buni ostida. Demak, xalq deganda Xoliq tomonidan maxluq qilingan, yaratilgan barcha yaratiqlar tushuniladi. Mavjudotlar tushuniladi. Demakki, inson u hayvonot olamiga bo'ladimi, o'simlik dunyosigami, va insonlarga nisbatan, bashariyatga nisbatanmi juda ham cheksiz muhabbatni o'zida parvarish qilishi kerak. Mana shu, demak, xalqni muhabbatini qozonsak va shunga intilsak, insonparvar bo'lsak, gumanist bo'lsak, mana shu majoziy ishq yordamida biz haqiqiy ishqqa yuksalamiz. Ana u darajaga yuksalgandan keyin butun sirlar bizni ko'z oldimizda namoyon bo'ladi, qalb ko'zimiz ochiladi, komil insonga aylanamiz. Bu Navoiyning dunyoqarashi mana shunday. Demak, Navoiy Farhod va Shirin dostonidagi Farhod timsoli orqali bizning xulq atvorimiz qanday bo'lishi kerakligini ham keltirib o'tganda, albatta bu yerda bitta chiroyli masalani ko'tardingiz, xulq, go'zal axloq masalasi. Bu umuman tasavvufiy adabiyotdagi, tasavvuf ta'siridagi mana shu Navoiylar adabiyotida, Navoiylarning demak ijodida eng katta masalalardan biri mana shu insonda go'zal xulqlarni tarbiyalash masalasi turadi. Bu ham hadis va oyatlarga tayangan aslida. Demak, o'sha haqning xulqi bilan xulqlaning degan hikmat bor. Demak, Haq taoloni go'zal sifatlari bilan, xulqlari bilan xulqlanish kerak degan hikmatda bu. Mana shundan kelib chiqadi Navoiyning demak g'oyalari bu boradagi. Va shuning uchun ham eslang, Hazrat Navoiy tirikliklaridayoq yozila boshlangan u kishi haqida va vafotlaridan keyin yakunlangan bir go'zal asar bor. Bu u kishining shogirdlari, do'stlari Xondamir tomonidan yaratilgan asar. Va u asarni, Navoiy haqidagi asarlarini Makorimul axloq deb nomlagan.
ya'niki yaxshi xulqlar, go'zal xulqlar deb nomlangan. Demak, Navoiyning qahramonlari ham, xususan Farhod ham ana o'sha go'zal xulqlarni o'zida, go'zal o'sha sifatlarni o'zida jamlaganini ko'ramiz. Unda mehr ham bor, muhabbat ham bor. Mana qarang, ishq haqida hikoyatlarni eshitsa yoshligida tinimsiz yig'laydi. U hali uni mohiyatini bilmaydi, lekin o'sha ishq haqidagi hikoyatlarni eshitib yig'layveradi. Yoki mazlumlarni ko'rsa, ularni demak dardiga hamdard bo'ladi. Mana shunday. Yoki otaga nisbatan boyagi hurmat, demak diqqat, e'tibor, otaga nisbatan yaxshiliklarni sog'inish, mana shunaqa judayam ko'p barcha go'zal sifatlarni biz Farhodda ko'ramiz. O'sha makorimul axloqni, o'sha go'zal xulqlarni demak Farhodda ko'ramiz biz. Shuning uchun ham Navoiy bir joyda Farhod haqida aytadilar, shu dostonni bir joyida, ani dono demak va yo xiradmand demakdir kim achchiq maydur chuchuk qand. Ya'niki Farhodni dono deyish, xiradmand, ya'ni aqlli deyish, bu mayni achchiq, qandni shirin deganday bir aksiyoma. Ya'niki unda hamma go'zal sifatlar jam bo'lgan edi. U ortiqcha ta'rif tavsifga muhtoj emas edi deyaptilar. Demak, Navoiy o'zini qahramonlarini o'sha makorimul axloq, go'zal xulqlar demak ustiga quryapti. Va o'zi ham avvalo o'sha sifatlarga ega edi. Avvalo odam bir gapni gapirish uchun avval o'zida bo'lishi kerak u sifatlar. Demak, Navoiyning bu yerda shaxsiyati ham ochiladi. Navoiyning shaxsida barcha go'zal xulqlar jam bo'lgan edi va uning qahramonlariga bu ko'chib o'tdi. U qalbdan yoziladi-ku, qalbdan yozilgan va shuning uchun ham bu asar, bu qahramonlar bizning ham qalbdorlarimizni chertadi, bizga ham ta'sir qiladi. Demak, so'zni sohibi avval o'zi amal qilsa va amal qilgan gaplarini qog'ozga tushirsa, uni o'qigan odam ham o'qib ta'sirlanadi va uni ta'sirida o'zini xulqlarini, o'zini axloqini ziynatlashga intiladi. Buni bosh omili mana shunda. Bularga qo'shimcha tarzda shuni ham aytish mumkinki, Alisher Navoiy dostonda ustoz shogird an'analariga ham juda katta e'tibor berganlar. Masalan, Farhodning ustozlari Boni, Qoran, Moni kabilar shular jumlasidandir. Bundan tashqari Suhaylo, Suqrot kabi, Xizr kabi ustozlar keltirib o'tilgan. Bulardan Farhod aynan masalan komillikka erishishdagi qaysidir xislatlarni o'zida mujassam etgan, o'zlashtirgan, ta'lim ko'rgan, ta'lim olgan. Bu hozirgi kundagi yoshlarimiz uchun ham ibrat namunasini bajaradi. Masalan, hozirgi kunda ustoz shogirdlik an'anasini yanada yuksakroq darajaga ko'tarish, shogirdlarning ustozlar izmida yurishi, ya'ni mukammallik darajasiga erishishda ustozlarning o'rni bilan bog'lasak o'rinliroq bo'lar edi. Albatta, ma'lum har bir insonni to'g'ri yo'lda yurishi, to'g'ri maqsadlarni o'z oldiga qo'yishida ustoz eng birinchi, ya'ni shamchiroq vazifasini bajaradi desak to'g'riroq bo'lar edi. Ustoz tanlash, ustozning to'g'ri yo'lidan yurish hozirgi yoshlarimiz uchun ham ibrat namunasi qilib olinishi kerak. Aziz teletomoshabinlar, biz bugun buyuk mutafakkir Alisher Navoiy ijodiga mansub Xamsa asaridan o'rin olgan Farhod va Shirin dostoni haqida fikrlashyapmiz. Bizni hali fikrimiz o'z poyoniga yetmadi. Albatta, ushbu ko'rsatuvimizning davomini keyingi dasturimiz orqali tomosha qilishingiz mumkin. Sizlar bilan hozircha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.